U shunday og'izni to'sib turgan, temirdan yasalgan bo'lgan. Videoning oxiriga rasmni topib joylashtirib yuboramiz. 17-asrda beodob va behayo so'zlarni ishlatgan ayollar uchun Angliyada noodatiy jazo turi bo'lgan. Ko'chada beodob so'zlarni ishlatgan ayollarni ushlab kelib, ularni boshidan temir maska bo'lgan, shuni kiygizishgan, temirdan yasalgan bo'lgan. Bu maska shu og'zini to'sib turib ayollarni gapirishga qo'ymagan. U maskani kiyizib ayollarni ko'chaga qo'yib yuborishgan. Bu narsa og'riqli bo'libgina qolmasdan o'ta darajada sharmandali ham bo'lgan. Bu jazo turini qo'llashdan maqsad Angliyaliklar u paytlarda ayollarni hayoli va odobli bo'lishiga ko'nikishgan. Maqsadlari qadriyatlarni saqlab qolish bo'lgan. Hozirgi kunda ham qadriyatlar va millat sha'nini o'ylab turib, o'sha jazo turi hozir ham bo'lganda qanday bo'lardi ekan deb beixtiyor odam tasavvur qilib ko'rar ekan. Lekin bu jazo turi ayollarga nisbatan o'ta darajada beshafqatlik hisoblanadi. Keyinchalik bu jazo turi chiqarib yuborilgan. Ushbu video ma'lumot yetkazish maqsadida olindi. Namoyish xomisa Safo Travel.